Rossiya zongtug'i Putinning tankidan qo'rqmaydigan dahshat bu avtomobil qarang. Bugun biz bu to'g'riliq paranglashaylik. Yer sharidagi zimini eng cho'ng, iqtisodiy va amaliy kuchli Rossiyaning zongtug'ining maxsus ishlatadigan 5,5 tonna keladigan ikki yuk mashinasini so'ray olmaydigan bu avtomobili zodi qanchalik qoldi. 2018 yılı 5. ayının 7. günü Putin 4. növbətlik vəzifə yüklaş müddəti vəzifəyə oturuş mərasimində tuncu qatım Rusiyanın altın rənglik pikabı oturğan. Bu yangi tipdagi birinchi timorluq məxsus avtomobil. Rus namlıq bu pikapni Rusiya davlatlik avtomobil qurilishi tədqiqat o'rni 6 yilga yaqin vaqt sarf qilib 119 million Amerika dollari, 772 million 845 ming yuan xalq puli mablag' selib tadqiq qilib yasagan. Xabarlarda oshkorlanishicha, bu nusxadagi avtomobil Zongtongning avtomobil isklatiga kirishdan burun necha ming kilometrlik haydash siniq elib berilgan bo'lib, uning 830 at kuchiga V12 motor, yana o'q o'tmas taxta va aynak saplangan. O'q va bombaning zarbasiga taqobil tura oladi. Avtomobil gavdasi o'q o'tmas qilib puxta ishlangan. Shundaqla uningga har xil murakkab elektronlik uskunlar saplangan. Yana alohida tilga ilish arziydigini Putinning maxsus avtomobilga qor texnikada farq qilmaydigan avtomobilni yushira oladigan bir qavat sir ishlatilgan. Uning ustiga avtomobilning sirtqi shakli signaldan chatnaydigan qilib loyihalangan. U radarning iz qo'g'ilishini unumli saqlanib, o'zini yushira oladi. Shuning bilan bir vaqtda uningga kechida infraqizil qizil nurliq sezim bilan aydash sistemasi, suv o'tkazmas bo'limchisi va mustaqil havo bilan ta'minlash sistemasi saplangandan boshqa, avtomobil ichiga bioximiyalik besimdan mudofaalash sistemasi, yashaqizish gazi quyib berish uskunasi, hatto yana maxsus tibbiy dori bo'g'iti saplangan bo'lib, uning ichida Zongtong moskildigan qon suyuqliqim bor. Qisqasi faqat biz o'ylab yetilmagan bilan davlat maxfiyatlik subtida oshkorlanmagan nurg'un iqtidori bo'lishi mumkin. Bu avtomobilning uzunligi 6,5 metr, kengligi 2 metr, eg'irligi 5 tonnaga yaqin bo'lib, Argentinada o'tkazilgan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inida Putinning Arus maxsus avtomobili chet el taratqullari tarafidan ko'chma istikam deb atalgan.